bolajonlar, biz bugun sahna nutqidan tayyorgarlik ko'ramiz, chunki sahna nutqi bizga doim chiroyli gapirishimizni va chiroyli o'zbek tilida, adabiy tilda chiroyli gapirishimiz uchun kerak bo'ladi. To'g'rimi? Tayyormisizlar? Nafas oling. Aha. Endi qo'l bilan harakat qiling. Chuqur nafas oling. Endi diafragma nimasiga mashq qilamiz. Ya'ni bu mashq nima uchun bizga kerak? Endi shu unli harflarni biz tenglashtirib boramiz. Ya'ni tilimiz ravon bo'lishi uchun biz buni tenglashtirib boramiz. Xo'sh, i'ga z qo'shimchasini qo'shamiz. Iz, es, as, os, uz, iz. Endi bolajonlar tez aytishlariga o'tamiz. Demak, men sen bilan mashmashalashsang ham mashmashalashaman, mashmashalashmasang ham mashmashalashaman. Nafasni biz ko'krak qismidan emas, qorin qismidan olamiz. Hamma nafas chiqardik. Nafas oldik. Ana shunday, demak, ana bu to'g'ri nafas olish jarayoni. Kelishgan. Xo'sh, bolalar, bugungi sahna nutqi darsi, ya'ni sizlar qanday xulosa chiqardinglar? Darsimiz sizlarga ma'qul bo'ldimi? Yaxshi. Demak, kimga qanday vazifa berilganligini ham bilib oldinglar. Xurshidbek, demak, sen harakat qilasan, tez aytishlarni keyinroq olib kelishga, Samirbek chiroyli hikoya tayyorlab beramiz, chiroyli nutq bilan aytib berishga harakat qilamiz. Ismigul, siz nimani tayyorlab kelasiz? Siz g'azal tayyorlab berasiz. Vazifangizni bildingiz. Suhratjon esa bizga bitta to'rtlik tayyorlab keladi. Kelishdikmi?